Yoshlarni kasbga o'qitish va sifatli ta'lim berish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ayniqsa, alohida ta'limga ehtiyoji bor bolalarning bilim olishi va kasb o'rganishi ularning kelajakdagi mustaqil hayoti uchun muhim masala hisoblanadi. Yashnobod tumanidagi 103-maktabda ana shunday yoshlar uchun maxsus sharoitlar yaratildi va ular 4 ta yo'nalish bo'yicha kasbga yo'naltirilmoqda. Eng quvonarlisi, o'quvchilar allaqachon o'zlari o'rgangan kasblar orqali daromad topa boshlashgan. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Bir necha xil turdagi taroqlar, soch olish uchun mo'ljallangan texnikalar va sartaroshchilik anjomlari. Men ayni damda sartaroshxonada emasman, balki 103-sonli maktab internatining o'quv xonasidaman. Bu yerda yoshlar bir necha xil turdagi kasblarga o'rgatiladi va shu yo'nalish bo'yicha kelajakda ular faoliyat yuritishadi. Nafaqat erkaklar, balki ayollar uchun ham eng ko'p ehtiyoj soch stilistidir. Shuni hisobga olgan holda bu yerda o'quvchilar aynan shu kasblarga ham yo'naltirilmoqda. O'quvchilarimizni kursinglar bo'ladi, o'zinglar ham faqat nazariy bilimlardan emas, amaliy bilimlardan ham foydalanishadi. Kelajakda shogird tushib, yana ham o'zligini yo'lini topib ketish uchun o'z hissamizni qo'shamiz. Qo'limdagi somsa va shirinliklarni ham aynan shu maktab o'quvchilari tayyorlashgan. Nima uchun aynan oshpazlik fani o'rgatiladi deyishingiz mumkin. Chunki real hayotda eng muhim ehtiyojlardan biri ham ovqatlanishdir. Ushbu ehtiyojni qondirish masalasida esa oshpazlarga talab kuchli. Shu sohada ishlab, aynan shu maktabni bitirgan o'quvchilar ham ayni damda talaygina. Bu yerda qizlardan tashqari o'g'il bola juda ham qiziqishadi. Mana 30-mehribonlik uyidan chiqqan Samandar o'quvchimiz 3-4 yil bo'ldi bitirib ketganiga, hozir yaxshi bir nomi chiqqan restoranda povur bo'lib ishlayapti. O'zini sohasini juda ham yaxshi ko'rib, bu yerda ham chiroyli hammasini qilardi. Undalik hayotda kerak bo'lgan hamma narsaga o'zligini qodir qilishga o'rgatamiz. Poytaxtimizning Yashnobod tumanida joylashgan ushbu maktab 65 yildan buyon alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga xizmat qilib kelmoqda. O'quvchilarning ko'pchiligi dars davomida o'rgangan hunari orqali daromad topishga ham ulgurgan. E'tibor bersalaringiz, mana bizlar yasalgan mahsulotlarimizda narxlar belgilangan. Bular yarmarkalarda sotiladi. Yarmarkalar yil davomida 2, 3, 4 marta tashkil qilinadi. Bular Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan, UNESCO tomonidan tashkil qilinadi. Qolaversa, shu maxsus maktablar o'rtasida mehnat bayrami bo'ladi. O'shanda yarmarkalar tashkil qilinadi. O'shanda mana shu bolalar yasagan narsalar hammasi sotiladi. Bu sotilgan pullarning ma'lum miqdori xomashyo uchun, qolgan miqdori esa bolalarni rag'batlantirish maqsadida ishlatiladi. Hozirda maktabda 62 nafar pedagog ta'lim bermoqda. O'quvchilar soni esa 278 nafarni tashkil etadi. Hozir bizda mehnat darsi duradiganlik hamma erkaklarga kerak bo'ladi. O'rganishlar bo'ladi. Biz hozir katta imtihonga tayyorgarlik ko'ramiz, shabralar yasaymiz va boshqa narsa ham yasaymiz. Yil davomida bir necha narsalar yasadik. Bu manzilda tikuvchilik uchun ham alohida xonalar ajratilgan va zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. O'quvchilarga tikuvchilikning turli yo'nalishlari chuqur o'rgatiladi. Moddiy texnik bazaning shakllanishida esa natijalar muhim ta'sir ko'rsatgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis huzuridagi parlament komissiyasi tomonidan kasb hunariga muvaffaqiyatli yo'l tanlovi e'lon qilindi va ushbu tanlov doirasida texnologiya fani ustozlarimiz ishtirok etib, loyiha g'olibi deb topildi va loyiha doirasida o'quv stanoklari, tikuv mashinalari, shu kabi aksessuarlar muassasamizga taqdim etildi. Eng asosiysi, har bir o'quvchi mehnat orqali o'z orzusiga yetishish uchun dadil qadam tashlamoqda. Bu esa alohida ta'limga ehtiyoji bor yoshlar uchun muhim masaladir. Oliyarxon Hasanov, Shahzod Karimov, Rahmon Zaripov ovozi informatsion dasturi uchun.